İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 2. bölüm. Ayallık hayat. Xotulluq hayatı. Dəsləbki uçurşuş. Bu mavzudaki dəsləbki uçurşuş, xotulluq hayatdaki dəsləbki uçurşuş keçisi deməkdir. Bu gece yeni xotullar üçün tolumu əhmiyyətli gecedir. Məlum ki, qız bilan yigit bu gecəyə köplügən məsuliyyətlərini öz üstüge alğan halda yeni həm məngülük bir hayatqa qadam qoyuş istigiçide köplügən şirin xiyallar bilan kirdi. Bu insanlar arasındakı təbii əhval. Lekin qismən hallarda tuyuqsuzdan əməliyyat təsəvvür qılğandək çıxmay qalıdı. Bir-biridən nəfrətleniş keyfiyyatları yüz berdi. Şuna bu ikisi o'ttirsidagi moslashish va rag'batlanishning o'rtaq bo'lishi va muhabbatning tunji dastanning yozilishi uchun bu kechada ayol har ikkisining bir-birining ko'nglini tushunishi, o'zaro illiq, yumshoq va angliq muomalada bo'lishi uningdan behojat bo'lg'il bo'lmaydigan to'limi muhim ishlardir. Bu kecha to'g'riliq yozilgan kitoblarning birdek tavsiyasi tuvandagi 3 ishni ta'kidlamoqda. Birinchi, yigitning aldirab ketmasligi va o'zining havasini ko'zlamasdan qarshi tarafning hissiyatiga qarab ish ko'rishi va yumshoq, siliq, angliq muomalada bo'lishi intayin zarurdir. Ikkinchi, qizning yigitga qarshi hissiyotsiz va havassiz bo'lib olmasligi. Balki uning rag'batiga moslashishi muhimdir. Chunki qizning hissiyotsiz bo'lib olishi yigitning ko'nglini va havasini sovutib qo'yishiga sabab bo'ladi. Mana bu ish ko'p hollarda ularni ajrashish yoki baxtsiz holda yashashga majbur qiladi. Chunki bu kecha xotulluq hayotining boshlanish kechasi. Boshlanishi ko'ngillik bo'lgan har qanday bir ish umuman oxirigacha ko'ngillik bo'ladi. Boshlanishda ko'ngilsizlik bilan boshlangan ish ko'p hollarda oxirigacha ko'ngillik bo'la olmaydi. Chunki dastlabki ko'ngilsizliklar keyingi turmushning baxtli o'tishiga qisman nuqson yetkazmay qolmaydi. Yigitning qizning o'z rag'bati bilan uningga yaqinlashishini kutmaslik lozim. Ular garchi bir-biri bilan muhabbatlashib to'y qilgan taqdirdami, qiz hargizmi o'zicha uningga yaqinlasha olmaydi. Chunki qizlar uyatchan keladi. Shunga yigitning o'zi yaqinlashishi va xijil bo'lmasligiga to'g'ri keladi. Jinsiy aloqa. Jinsiy aloqa er bilan ayol ikkisining birlikda o'zlarining jinsiy havaslarini qondirish demakdir. Jinsiy aloqa ikki qismga bo'lindi. Ularning biri halol qilingan jinsiy aloqa, yana biri harom qilingan jinsiy aloqadir. Birinchi, halol qilingan jinsiy aloqa. Halol qilingan jinsiy aloqa o'zining nikohlab olgan halol ayoli bilan jinsiy aloqa qilish demakdir. O'zining halol ayoli bilan jinsiy aloqa qilish yaxshi ham savobli ishdir. Bu mo'minlarning sifatidir. Alloh taolo Qur'on Karimda mo'minlarni madilab, ya'ni ular avratlarini haromdan saqlovchilardir deydi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga mundaq degan: Alloh taologa aytilgan har bir tasbih, har bir tahlil, har bir hamd sana, har bir takbir sadiqadir. Kishilarni yaxshi ishlarga buyurish, yomon ishlardan to'sish sadiqadir. Hatto sizlarning ayollaringlarga yaqinchilik qilishinglarmi sadiqadir. Sahobalar: Ya Rasulullah, biz o'zimizning jinsiy havasimizni qondirganimiz uchun savob berilamdi? Deb ajablanishganda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Aytinglarchi, agar sizlar jinsiy havasinglarni haromdan qondirsanglar gunoh bo'lmamdi? Xuddi shuning o'xshash, sizlar jinsiy havasinglarni haloldan qoldirganinglar uchun sizlarga savob berildi. Ikkinchi, harom qilingan jinsiy aloqa. Haram qilingan jinsiy aloqa o'ziga halol bo'lmagan biri bilan jinsiy aloqa qilish demakdir. Bu ish shariat iste'molida zina deb atildi. Ma'lumki, zina eng cho'ng gunohi kabirlarning biri bo'lib, Alloh taolo musulmonlarni uningdan qat'iy ma'ni qilgan. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Zina qilg'uchi mo'minlik holatida zina qilmaydi. O'g'irlik qilg'uchi mo'minlik holatida o'g'irlik qilmaydi. Haraq ichguchi mo'minlik holatida haraq ichmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundaq deydi: Kishi zina qilgan chig'da uningdan iymon chiqib ketib, uning beshida kullikka o'xshash turdi. O kishi gunohiga tavba qilgandan keyin iymoni uning qaytib ketadi. Yana bir hadisda
Qandaqlı bir millatda zina yoki jazonxo'rlik o'rtaqlashdi ekan, ular o'zlarini Alloh taolaning azobiga tutgan bo'ladi. Alloh taolo shunga zinoni yomon yo'l deb ta'riflagan. Yaqinchilikning muqaddimlari. Dunyoda har qanday bir ishning muqaddimasi bo'ladi. Natijalarning g'albilik bo'lib chiqishi muqaddimlarning to'g'ri bo'lishiga bog'liqdir. Shundaq ekan, er-xotinlik hayotdagi yaqinchilikmi ma'lum muqaddimlari bor. Er-xotinlik hayotdagi saodatning asosi er-xotinlarning jinsiy aloqada bir-biridan tegishli nisblarni ala olishiga bog'liqdir. Köpləgən er-xotinlarning o'ylanib uzun o'tmayla bir-biridan nafratlanib ajrashishi, ba'zilarning chorasizlikdan baxtsiz holda bu turmushni davom qildirishga majbur bo'lishining sababi ko'pincha jinsiy aloqada ularning o'zaro moslashish hosil qila olmaganligi. Natijada kishilik nisbasini ola olmaganligidan bo'ldi. Shunga jinsiy aloqaning er-xotin har ikkisiga ko'ngillik bo'lish uchun uning muqaddimlariga rioya qilish intayin muhimdir. Birinchi, zinnatlanish va xushbo'y qo'llanish. Xushbo'y qo'llanish bilan zinnatlanish har qanday kishining kamolati va go'zalligi. Bo'libmi er-xotin ikkisining baxt saodati uchun uningdan behojat bo'lishga bo'lmaydigan muhim ishdir. Zinnat ko'z uchun saodat bag'ishlaydi. Chunki ko'z zinnatlik, go'zal shaylarga boqqanimda saodat his qiladi. Xushbo'y buyumlari insonning ma'naviyati uchun saodat bag'ishlaydi. Chunki kishilar xushbo'ylarni purganda bir xil rahat va saodat his qiladi. Shunga islom dini musulmonlarni juma, hayit namozlari va ulardan boshqami to'plashib ommaviy holda qilinadigan faoliyatlarga berishdan burun xushbo'y qo'llanishga buyuruydi. Mana bu musulmonlarning bir-birining nazarda chiroyli, esil, pokiz, yiqimli ko'rinishi va bir-birini yiqimsiz hidlar bilan nafratlantirib qo'ymaslik uchun edi. Ayol eri uchun har vaqt zinnatlanishga va xushbo'y qo'llanishga alohida ahamiyat berish lozim. Bo'libmi er-xotin yaqinchilik qilishdan burun zinnatlanish va xushbo'y qo'llanishni qat'iy unutmaslik kerak. Ayolning zinnatlanishi va xushbo'y qo'llanishi erining ko'nglini o'ziga jalb qilishi va uning havasini qo'zg'atish uchun alohida yordamchidir. Zinnatlanmagan, xushbo'y qo'llanmagan va yuyinib badanini pokiz tutmagan ayol tezla erining nafratiga uchraydi. Ermi shundoq. Ayollarning zinnatlari tuvandikicha. Ayollarning oltin va boshqa qimmatli madanlardan yasalgan esil zinnat buyumlari bilan yasanishi, upi anglik, atir, o'sma qatorliq buyumlarni qo'llanishi, sochlarini go'zal, yarishimli tarishi, biqinlaridagi va putlardagi tuklarni yo'qotib turishi va bu a'zolarni xushbo'y tutishi, badanlarni pokiz tutishi, bo'libmi eg'izlarini alohida pokiz tozalab turishi, tishlarda puroqning hidini qo'ymasligi va samirib qilishning oldini olib, badan layoqatiga ahamiyat berishi qatorliqlardir. Ayol yuqorqi zinnat va xushbo'ylarni faqat eri uchunla qo'llanish lozim. O'zining eridan boshqasi uchun zinnatlangan ayol gunohkor ayoldir. Chunki ayolning zinnatlanishi va xushbo'y qo'llanishi eri uchun ma'naviy manfaat va saodat bag'ishlaydi. Bundaq manfaat bilan saodatni o'zining eridan boshqasi uchun bag'ishlaydigan ayol insofsiz, razil ayoldir. Ayol eng avval erining ko'ziga go'zal, esil va yarishimli ko'rinish uchun ahamiyat berish lozim. Bunda qilmaganda oxirgi hisobda ziyonni o'zi tortadi. Erlarmi ayollar uchun zinnatlanishi va xushbo'y qo'llanishi muhimdir. Erning zinnati, chechini pokiz tutishi, burutlarini tangshab tekshi tutish, saqli bo'lsa uni pokiz, esil tutishi, eg'izni va ikki qo'ltiqini pokiz, xushbo'y tutishi, o'zining erligiga yarasha layoqatli bo'lishga tirishishi va boshqa qatorliqlardir. Ikkinchi, bir-birining ko'nglini jalb qilish. Er-xotinlar yaqinchilik qilishdan burun bir-birining ko'nglini jalb qilishga tirishishi to'liq ahamiyatli ishdir. Er-xotinlarning bir-birining ko'nglini o'ziga jalb qilishi, bir-biriga moslashgan harakatlari va go'zal so'zlar orqali ko'ngil ichish bilan amalga oshadi. Harakatlar orqali ko'ngil ichish deganimiz er-xotin ikkisining bir-biriga bo'lgan rag'batini va sevgisini izhor qilgan harakatlarda bir-biriga moslashish demakdir. So'z orqali ko'ngil ichish deganimiz er-xotin ikkisining bir-biriga bo'lgan ishtiyoqini va muhabbatini so'z orqali aytish bilan bir-birining ko'nglini olish demakdir. Yuqorqi muqaddimlardan maqsad er-xotin ikkisining havaslarini qo'zg'atish bo'lib, natijada o'rtaq lazzat hosil qilish uchundir. Yaqinchilikning adablari. Yaqinchilikning adablari tuvandikilardan iborat. Birinchi, bismillah deyish.
Xotin ikkisining yaqinchilik qilishdan burun Bismillahirrahmanirrahim deyishi va duo qilishi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlarning har biringlar o'zining ahliga kelishdan burun Bismillahirrahmanirrahim. Ey Alloh, bizdan va bizga berilgan rizqingdan, ya'ni farzandimizdan shaytonni yiroq qilgin deb duo qilsa, agar har ikkisining orasida bola bo'lib qolsa, bu bolaga shayton hargizmi ziyon yetkazolmaydi. Ikkinchi, tayyorlanish. Jinsiy aloqa qilishdan burun xotin ikkisining tayyorlanishi alohida muhim ishdir. Erning ayoliga muqaddimsiz holda tuyuqsiz kelishi va uning ko'ngliga boqmasdan o'zining havasini qondirish niyati bilan uning yaqinchilik qilishi to'limi angsizlik va insofsizlikdir. Istaganni ayol istaydi. Biroq ayollar erlarning aksicha har qanday vaqtda uningga tayyor bo'la olmaydi. Chunki ayollarning jinsiy havaslari intayin asti qo'zg'aldi. Bu vajdan ayollarga muqaddimsiz yaqinchilik qilish ularni nafratlantirish kayfiyatiga ilib boradi. Şuna özünü oylamasdan ayalının oylaşı ortaq mənfəət üçün yaqınlaş lazım. Peyğəmbər əleyhissalam mundaq degen: 3 нәрсә kişidəki acizliklardındır. Biri birov bilan tanışıb ismi və nəsəbini soru olmasdan ayrılış. İkincisi, birov onu hürmətlесе, onun izzetini düşürüş. Üçüncüsü, ayağılığa yaqınlıq qilishdan burun onun havasini qo'zg'atib, uni harakat keltirmay turibla, uningga tuyuqsizdan yaqinchilik qilish va uning havasiga ahamiyat bermasdan o'zining havasini qondirilish. Yana bir hadisda ayolinglarga hayvonlar bir-biriga etilgandek etilmanglar. Uning oldingi muqaddimlarga rioya qilinglar deyilgan. 3. Yöginish. Yaqinchilik asnosida ayol ikkisining butunlay echilmasdan ustuni bo'lsa yo'g'ilishi islomiy adab axloqlaridan sanaldi. Payg'ambar alayhissalom buningga tashabbus qilib: "Ayolinglarga kelganinglarda har ikkinglar ustinglarni yepinglar. Chahar paylardek yalang'och bo'lib olmanglar" degan. Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom meningdan ko'rmagan, menmi uni ko'rmagandim. Ya'ni oyatliq joylarimizga qarashmaydik. Bu yerdə Peyğəmbər əleyhissalamның yögünüşüge buyurulğanlığı faqat ədəb üçündür. Hədislərdə gələn bu vaqtdakı buyruq rayı faqat əvzəllik üçün buyurulğan. Bununğa binaən yögənməyən kişi ədəb əxlaqı təsir yetkizgən sanalsımı, o günahkar bulmaydı. Çünki ayollarning bir-birining uyatlıq joylariga qarşı haram emas, balki joizdir. 4. Sir saqlash. Ayol ikkisining o'rtasida bo'lgan ishlarni sirtqa yaymaslik. Bo'libmi yaqinchilikning sirlarini saqlash intayin muhimdir. Bu imonning talablaridan sanaldi. Xotinchilikning sirlarini saqlay olmaslik imonning ojizligiga, vijdonning yo'qligiga va axloqning nacharligiga ishoratdir. Bundaq sirlarni saqlay olmaslik xotinlik rishtasының muqaddasligiga haqorat. Bir-birining o'rtasidagi chin ishonchga paskashlarcha xiyonat qilganlik va Alloh taologa osiylik qilganlikdir. Bu ishning gunohining shunchalik og'ir bo'lganligi uchun bu ish hadislarda qattiq so'kilgan va ogohlantirilgan. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni Allohning nazarida eng yomon kishi xotinchilikning sirini sirtqa yaygan kishidir. Alloh taolo Qur'on Karimda bilan ayolni kiyimga, ya'ni ular sizlar uchun kiyimdir, sizlarmi ular uchun kiyimsizlar deydi. Bu oyatning ma'nosi shuki, kiyimmi insonning badanini sovuqdan va issiqdan mudofiya qilib saqlagandek, sizlarmi bir-biringlarning sirlarini, ayiblarini va nuqsonlarini kishilardan yoshirib saqlashinglar kerak deganlikdir. Ayollarga xos holatlar. Ayollarda o'zlariga xos holat 4 holat bo'lib, ular tuvanligicha. Ayollarning oylik odat ko'rish holati. Ayollarning oylik odat ko'rish holati oylik odatning qinini ko'rish ishidagi ayolning kasallikdan emas, balki oylik odat bo'yicha bola yotqizdan oylik qinning kelishi deganlik bo'lib, bu hayz deb ataldi. Oylik odatning muddati va uning munosabatlik masalalar. Ayollardagi oylik odat ko'rish muddatining azi 3 kun, ko'pi 10 kun bo'lib, normal bo'lgani 5 bilan 7 kunning orasida bo'ladi. Ayollar oylik odatini ko'rgan muddat ichida namoz o'qishdan, ro'za tutishdan, masjidga kirishdan, Qur'on o'qishdan va uni tutishdan cheklandi. Odatdan poklangandan keyin g'usl qilish farzdir. Ayol odatdan poklangandan keyin odat ko'rgan kunlarida tutalmagan Ramazon ro'zasining qazosini tutadi. Ammo o'qiyolmagan namozlarning qazosini o'qimaydi. Chunki bu kechirim qilingan ibodatdir. Ayollar o'zlaridan kelgan qizil, seriq qonni ko'rgandan keyin o'zlarining odat ko'rganligini
Ақ suni ko'rgandan keyin odatdan poklanganligini biladi. Ayollarning tug'utliq holati. Ayollarning tug'utliq holati ularning tug'utining qinidan poklanganchilik bo'lgan jarayoni deganlik bo'lib, nifas deb ataladi. Tug'ut holatining muddati va uning ahkomlari. Ayollarning tug'utliq holatidagi muddatining izi bir qancha minutlar, ko'pi 40 kun bo'ladi. Tug'utliq ayolmi qandan poklanganchilik odat ko'rgan ayolga o'xshash namoz o'qishdan, ro'za tutishdan, masjidga kirishdan, Qur'on o'qishdan va uni tutishdan cheklanadi. Ayollarning uzrlik holati. Oylik odat ko'rish muddatida 3 kundan oz yoki 10 kundan ko'p, tug'utliq muddatida 40 kundan ko'p, qizlarda 9 yoshdan to'lishdan burun, cho'nglarda odat ko'rish yoshidan o'tib ketgandan keyin ularning bola yotqilaridan qon kelishi demakdir. Ko'p hollarda bu xil qon bir qancha kun, hatto bir qancha oy davomlashadi. Bu xil holat ayolning kasalligidan bo'ladi. Ayollarning o'zurlik holatlariga munosabatlik masalalar. Ayollar o'zurlik holatlarida yuqorqi ikki holda cheklangan ibodatlardan cheklanmaydi. Balki qon to'xtamay eqib turgan holdami har namoz uchun yangi tahorat ilib namozlarni to'liq o'qiy oladi. Qur'on tilovat qila oladi. G'usl qilish lozim kelmaydi. Namozdan keyinla tahorat sungan bo'ladi. Ayollarning homildorlik holati. Homildorlik holati ayollarning eg'ir bo'lgan, bola ko'targan oylari demakdir. Ayollar bu hollarda normal chaqlarda qiladigan ibodat va boshqa butun ishlardan cheklanmaydi. Ayollarga yuqorqi xos holatlar ichida yaqinchilik qilish masalasi. Bu mavzu tuvandagi ikki masalani o'z ichiga oldi. Birinchi, oylik va tug'utliq holdagi ayollarning qini to'xtab, to'liq poklanmag'ichilik, ular bilan jinsiy munosabat o'tkazish qat'iy haromdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Ya'ni, ular sendan hayz to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir. Shunga hayz mezgil bo'lgan ayollardan yiroq turinglar. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qilganlarni do'st tutadi. Pok bo'lganlarni do'st tutadi. Bu oyat tug'utliq holatidagi ayolning masalasini o'z ichiga oldi. Chunki ayolning jinsiy munosabatdan ma'ni qilinishiga sabab bo'lgan narsa har ikki holatda uningdan kelgan qondan iboratdir. Saudiya Arabistonlik ichki kasalliklar mutaxassisi mashhur olim doktor Muhammad Ali insonning yaratilishi haqida Qur'on bilan zamonaviy tibobatning ittifoqi nomli asarda odat ko'rish mezgili ichidagi ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazishning har ikki tarafga bo'lgan ziyni haqida to'xtalib mundaq deydi. Ayol odat ko'rgan kunlarda uning bola yotqusi butunlay echilish natijasida uning oylik qini eqib turadi. Tibbiy tarafdan ma'lumki, qon mikroblarni yetishtirishning eng munosib muhitidir. Ayol saq vaqtida uning jinsiy organdan mikroblarni o'ldiradigan bir xil suv moddasi chiqib turganlikdan o'zi va uningga yaqinlashgan kishi mikrobning ziynidan saqlanib qola oladi. Halbuki ayol odat ko'rgan vaqtida uning mikrobnishdan mudofialanish jihozlari ishlamay qoladi. Uning ustiga bola yotqudan kelgan qon to'xtovsiz mikroblarning tez ko'payishiga fursat yaratib beradi. Qon kelayotgan vaqtda mikrobnishga qarshi jinsiy organdan kelgan sumu qon to'lqin ichida o'z vazifasini o'tayolmaydi. Ma'lumki, erning jinsiy organda ko'plagan mikroblar bo'ladi. U ayolni saq vaqtda uning yaqinlashganda ayolning jinsiy organdan kelgan mikrob qarshi suyuq modda er tarafdan kirgan mikroblarni shu hamon o'ldirib turadi. Ammo ayol odat ko'rgan vaqtda uning mikroblardan mudofialanish jihozlari butunlay ishdan to'xtag'achqa, erning jinsiy organi faqat mikroblar bilan qoplangan qon dengiziga sho'ng'an bo'ldi. Natijada mikrobnish er-ayol har ikkisiga bo'ladi. Buning ziyonlarini bilamsiz? Buning ziyni ayolning matkisi bilan bola yotqusida mikroblarning yetishganligi sababdan uning bu ikki organda davolash qiyin bo'lgan, so'zilma xarakterlik og'riqni paydo qilgan, erning jinsiy organda mikroblarning o'rin tutishi bilan uning suydik yo'llariga uzun so'zilma xarakterlik og'riqni paydo qilganning sirtida tuvandagi kasalliklarni keltirib chiqardi. Birinchi, ayolning bola yotqusining mikrobnish bilan normalda erdan to'kilgan urug' donlarni bola yotquga itirish vazifasini o'tashda alohida ahamiyatli rol o'ynaydigan bola yotqu kanallari va boshqa jihozlar yepilib qilish natijasida o'z vazifalaridan qoladi. Bu hol ayolning tug'mas bo'lib qolishiga, bo'yda qolgan taqdirda bola yotquning sirtida bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Mana bu qo'saq ko'tarishning eng xatarlik bo'lgan turi. Bu vaqtda bola yotqu kanallarda to'rilgan bo'ladi. Balaning tez cho'ngish bilan oxiri bola yotqu portlash fojialari ko'rildi.
Ayol agar vaqtida operatsiya qilinmaganda, qon uning ichki a'zolariga tarab ketish natijasida uning hayoti oxirlashadi. Ikkinchi, mikrobnishdan kelib chiqqan bu og'riq suydik yo'llari, tuxumlar, böyrək qatarlıqlarga arqa-arqadan yetib boradi. Ma'lumki, suydik yo'llaridagi kasalliklarning eng xatarligi va yomondir. Uchinchi, ayol odat ko'rgan vaqtda uning bilan o'tkazilgan jinsiy aloqadan qat'iy bola bo'lmaydi. Chunki bu vaqtda ayolning erdan kelgan spermini qabul qilish uchun bola yotqisidan kelgan tuxumdonlari butunlay ishdan chiqqan bo'ladi. Şoň ayol odatdan saqayıp 2 hafta o'tgandan keyin o'tkazilgan jinsiy aloqadan bola to'rilish nisbati boshqa vaqtlarga nisbatan ko'p bo'ladi. Chunki bu vaqtda ayolning qabul qilish jihozlari qaytadan to'liq ishga tushgan bo'ladi. 4. Ayol odat ko'rgan kunlarda uning ichki organlari yerimjon va ojiz bir holga tushib qoladi. Bundaq vaqtda uning bilan jinsiy munosabat o'tkazish tabiiy ahvol emas. Buningdan hech qanday ijobiy natija kelmaydi. Aksincha, uningga avorchilik elib keladi. 5. Ayol ikkisining jinsiy organlarida yetishgan mikroblar suydik to'rbalar orqali tarilish natijasida oxiri börekka berib yetadi va uningda tadrijiy holda kasal paydo qiladi. Börek kesili sozulma xarakterli kesel bo'lib, hozirgacha uni uzil-kesil saqaytadigan davo yo'q. Suydik haltisidan sperma kanallariga o'tgan mikroblar uningdan tuxumlarga o'tish bilan u joyda og'riq paydo qiladi va sperma kanallarining yepilib qolishiga sabab bo'ladi. 6. Professor Abdullah Basalamaning ilmiy tadqiqotiga asoslanganda ayolning odat ko'rgan kunlarda jinsiy munosabat o'tkazishi bolayotganda rak kasalini paydo qildi. Lekin bu tadqiqotning to'g'ri ekanligini ta'kidlash uchun ko'proq izlanish to'g'ri keldi. Yuqorqilar hozirgi zamon tibbiy tadqiqotning odat ko'rayotgan ayol bilan jinsiy munosabatda bo'lishning ziynaqqat chiqargan ilmiy yakunlari bo'lib, Qur'on Karim bu masalani bundan 14 asr burungi chaqlarda ochiqlagan va odat ko'rish mezgildagi ayol bilan jinsiy aloqa qilishning ayol har ikkisi uchun ziyonli ekanligini bayon qilib, kishilarni bunday qilishdan ma'ni qilgan. Hozirgi tibbiy tadqiqotning ilmiy yakuni bu ishning yuqorida bayon qilgan ziyonlarini isbotlab chiqqan. Qur'on insonlarni foydasiz ishlarga buyurgan emas. Musulmonlar o'zining ko'rsatmalariga amal qiladigan bo'lsa, ular har turli ziyonliklardan aman qoladi. Islom dini kelishdan burun ko'plagan millatlarda, hatto samoviy dinlardami oylik oddiy asnosidagi ayollar nejis paskina deb qaraladi. Ular pok bo'lmoqcha ular bilan bir uyda o'tirish, birga yemak yeyish, ularning qo'llaridan bir narsa elish man'iy qilinadi. Yahudiylarning muqaddas dasturi Tavratda mundaq deb qayd qilingan. Ayol odat ko'rganda u 7 kun davom qildi. Bu asnoda uni tutgan kishimi uning o'xshash nejis bo'ldi. Uning yotqin tutib salgan kishimi kiyimini o'zini suv bilan yuvib paklash kerak. Uning bilan birga yetib qo'ygan kishi 7 kungacha nejislikdan pok bo'lmaydi. Ammo islom dini ayollarni bunday haqoratdan ozod qilib, ularni hurmatladi va ularni bunday tabiiy holatlar tufayli xo'rlashni qat'iy ma'ni qildi. Ular bilan jinsiy aloqadan boshqa barliq yaqinchiliklarni qilishga ruxsat qilib qolmay, ularning bu mehnatli kunlarida ularni yolg'iz tashlab o'tmaslik uchun uningga tashabbus qildi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga ta'lim berib, ayollar odat ko'rgan vaqtlarda ular bilan jinsiy aloqadan boshqa yaqinchiliklarning hammani qilinglar deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga ulgu bo'lgan holda ayollar odat ko'rib qolgan kunlardami ularga jinsiy munosabatdan boshqa barliq yaqinchiliklarni qiladi. Hatto Oysha radhiyallohu anhu bir hadisda "Men odat ko'rib qolgan kunlardami Payg'ambar alayhissalom menga yo'linib o'ltirib Qur'on o'qitdi. Men uning beshini tarab qo'yatdim" deydi. 2. O'zurlik va homildor ayollar bilan jinsiy munosabatda bo'lish mutlaq joizdir. Ayollarning bu xildagi holatlari ularni jinsiy munosabatda bo'lishdan va ibodatlarga davom qilishdan to'solmaydi. Lekin homildor ayollar tug'utiga yaqinlashgan oylarda ularga yaqinchilik qilmagan yaxshi.